Kelinglar sizlarga Toshkentda kuyov tomonidan qanaqa to'y borib, kelinni olib kelishi, kuyov-navkar haqida ozgina sizlarga gapirib o'tmoqchiman. Xullas, kuyov bolaning uyini yasatamiz, chiroyli qilib dekoratsiyalar bilan ertalabki kunimizni boshlab olamiz. Albatta, karni surniylarni chaqirgan holatda va uydagilarni kuzatgan holatda hammaligini bir qator qilib turg'izib qo'yamiz va albatta kuyov bolamiz har birligi bilan so'rashib, xayrlashib chiqadi. Bu yerda amaki, tog'alar va akalar va adalar turishadi va chiroyli qilib kuzatib qo'yamiz. Undan keyin bo'lsa, kuyovjo'ra yonlarida turib duoligini olgan holatda chiqib, mashinaga o'tirib, kelinning uyiga kuyov bolalar bilan ketishadi. Kuyov-navkar bo'lsa chiroyli, intelligentni bo'lib, kelin tarafga kirib, osh-ovqatini yeb, kelinimizni olgan holatda restoranga yo'l olishadi. U yerda bo'lsa, restoranni chiroyli qilib kutib olish marosimlari bo'lib o'tadi. Albatta, bu yerda yordamchi qizlarimiz tomonidan olib kirib, chiroyli qilib olib kirib berishadi va albatta to'y juda ham zo'r o'tadi. Hammaning to'yi har xil o'tadi va men sizlarga chiroyli bitta yoqimli momentlardan sizlarga video qilib berdim. Kelin bilan kuyovlarimiz chiroyli valslarga ham tushadi. Bir-birini shundoqqina sevib turishligi ko'rinadi. Xullas, o'tdan chiqib to'yimizdan tugagandan keyin soat 11 da uyga kirib kelishadi. Uyga kirib kelganda to'yi davom etishi aniq va tiniq. Ko'rib turganlaringdek, kelin kuyovni uyga kirgizib qo'yishgandan keyin orqada kuyovjo'ralar voy-dod deb baqirishadi va albatta qarindoshlarni ham kutib olamiz kelin tarafdan. Uyda ham ozgina marosim bo'ladi, osh-ovqat berishadi. To'ydagi yeb-ichganligi kamlik qilgandek, ularni ham yedirib, ichirib, hammaligini uyli kuzatib olamiz. Shu bilan to'yimiz tugaydi.